Assalomu alaykum. Bu videomiz $100 budjet bilan trading sohasiga kirish deb nomlanadi. Nomidan ko'rinib turibdiki, $100 atigi kichkina pul bilan trading sohasiga qanday kirishlik to'g'risida bo'ladi. Xo'p, bunda boshlamoqchimanki, trading sohasiga, aksiyalar bozoriga kiradigan bo'lsangiz, bilasizki, biz forex yoki kriptovalyutalar bilan umuman savdo qilmaymiz va shular to'g'risida deyarli gaplashmaymiz ham. Aksiya bozorida qanday qilib $100 bilan foyda qilishingiz mumkin? Oldingi videolarimda aytib o'tganimdek, siz agarda $100 bilan kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, demak siz qaysidir ma'noda aytaylik, bu holatda siz bilimga egasiz. Yetarli bilimni oldingiz, lekin budjetingiz, kapitalingiz juda past va sinash uchun aytaylik yoki o'rganish uchun $100 bilan kirmoqchisiz budjetingiz bilan. Lekin maslahat beramanki, $100 bilan boshlamanglar, chunki juda qiyin bo'ladi. Hech bo'lmaganda eng kamida $500 yoki $1000 bilan. Lekin normal holatda $2000 bilan boshlasanglar, menimcha to'g'ri bo'ladi degan umiddaman. Endi $100 bilan qanday qilib savdo qilishingiz mumkin? Aytaylik, Apple kompaniyasi hozirgi paytda $140 atrofida. U degani siz Apple kompaniyasini umuman sotib ola olmaysiz. Chunki siz $100 pulingiz yetmaydi. Xo'p, aytaylik, Coca-Cola'si balki hozir aniq bilmayman, $50 bo'lishi mumkin. $50 bo'lgan holatda siz demak ikkita Coca-Cola'ni aksiyasini sotib olasiz va tasavvur qiling, Coca-Cola kompaniyasi deyarli stabil holatda o'sadigan aksiyalardan biri. U degani 2-3 oyda $3 yoki $2 ga o'sishligi mumkin. U degani 3 oyda siz $6 gina foyda qilasiz. Endi sizga eng yaxshi varianti penny stock. Penny stock bu narxi juda kichkina bo'lgan aksiyalar hisoblanadi. Aytaylik, maksimum $10 gacha bo'lishi mumkin. $10 gacha bo'lgan aksiyadan aytaylik 5 tasini sotib oldingiz. U degani $100 da 5 ga bo'ladigan bo'lsa, 20 ta aksiya sotib oldingiz va u $5 aksiyangiz aytaylik $10 ga o'sdi. 1-2 oyda $10 ga o'sdi. Qaysidir bir holat kuzatilgan holatda, albatta o'z-o'zidan $5 narsa 2 barobar $10 bo'lib qolmaydi. Nimadir bir holat bo'lgandan keyin $10 ga o'sdi. U degani 200% ga o'sdi degani. Bunda siz endi $100 $200 bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ko'ryapsizki, qanchadir uzoq muddatda ham 2 oy balki 3 oyda ham sizni topayotgan daromadingiz juda kichkina bo'ladi. Yoki aytaylik, undan ham arzonroq bo'lgan aksiya olgan bo'lishingiz mumkin, $2. $2 bunda 50 ta bo'lishi mumkin. O'sha $2 aytaylik $3 ga chiqqan holatda ham siz endi $50 foyda qilishingiz mumkin. Balki bir oyda chiqishi mumkin. $2 aksiya $3 ga bir oyda chiqishi mumkin. Bu holatda shu $50 foyda qilgan bo'lasiz. Ya'ni qancha arzon bo'lib, miqdori ko'p bo'lsa, uni ozgina oshish ham, ya'ni $1 oshish ham sizga kattaroq summada foyda olib keladi. Lekin maslahat beramanki, bu uslubdan iloji boricha kamroq foydalaninglar, chunki bu riski juda baland. Chunki $5 yoki $2 kompaniyani narxi ham $1 ga yoki $0.5 ga tushib qolishi ehtimoli juda baland bo'ladi. Chunki u kompaniyalar juda bir yaxshi katta kompaniyalar emas, oddiygina kichkina kompaniyalar bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda aytaylik, biror bir inson 1 millionta yoki 2 millionta aksiyasini sotib olib, uni narxini o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bozorga ta'sir qilishi mumkin narx-navosiga. Siz unday holatda, misol uchun, jabr ko'rib qolishingiz mumkin bo'ladi. Yana $100 da boshqa holatda aksiya emas, lekin investitsiya holatida ishlatishingiz mumkin. Bunda Iman.uz investitsiyasiga pul kiritinglar. Bu hech qanaqangi bir reklama emas. Buni aytishimdan sabab, O'zbekistonda hozirda yagona startap investitsiya sohasi bo'yicha halol, ya'ni halol prinsiplarga asoslangan. Shuning uchun Iman.uzga kiritadigan bo'lsanglar, u yerda ham berilgan kalkulyator bor. Adashmasam, veb-saytida o'sha yerda ko'rishinglar mumkin, kirib qancha muddatda qancha bo'lishligi, shu narsalarda polni berib o'tilgan. Qancha uzoq muddat ushlab turadigan bo'lsangiz, pulingiz kattaroq summa foyda keltirishi mumkin. Va yana bitta narsa, agarda siz investitsiya sohasiga yoki trading sohasiga endi kirib kelayotgan odamsiz, faqatgina $100 bor. Eng katta maslahatim, sizni $100 pulingiz o'zingizga investitsiya bo'lib kirgizganingiz ma'qul. Ya'ni aytaylik, qanaqadir bir darslar yoki kurslarga yozilishingiz mumkin. Aytishingiz mumkin, $100 ga hech qanaqa kurs olib bo'lmaydi O'zbekistonda deb.
Chunki bilamizki qaysidir trading kurslari yoki boshqa shunga o'xshagan kurslar kamida $300, $500 yoki $1000 ham bo'lishi mumkin. 2000, $3000 bo'lganini ham eshitdik. Shu sababdan siz bitta talab bo'ladi, ingliz tilini biladigan bo'lsangiz yoki rus tilini biladigan bo'lsangiz, Udemy'ga kiring. Udemy'da doim skidka bo'lib turadi. O'sha skidkada kurslar sotib olishingiz mumkin. O'rtacha holatda skidka bo'lganda $20, $15 bo'ladi. Siz bunda kerak bo'lsa moliya sohasini, trading sohasini, xo'p, texnik tarafdan, yana boshqa fundamental tarafdan, barcha tarafdan o'rganishingizga 5 ta 6 ta kurs sotib olsangiz bo'ladi $100 uchun. Bu o'ylaymanki, qaysidir bir insonni $1000 kursini olgandan ko'ra siz o'sha Udemy'da platformada eng top bo'lgan insonlarning kursini sotib olib, 5 ta kerak bo'lsa 6 ta kursni tugatishingiz mumkin bo'ladi. Yana ham ko'proq bilimga ega bo'lasiz $100 bilan va o'ylaymanki, o'sha kurslarni tugatganingizdan keyin $100 ketishi mumkin, lekin o'sha bilimdan keyin balki $1000, $10,000 yoki $100,000 pulni qanday qilib topishni siz tushunib qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun investitsiya, o'zingizga kiritadigan investitsiyadan hech qachon erinmang. O'zingizga oddiygina aytaylik 20 ming so'mlik kitob bo'lsa ham sotib oling. Bu sizga olinayotgan bilim kelajakda albatta 10 barobar yoki 100 barobar miqdorda sizga foyda keltirishi mumkin. Bu videomiz tugadi. Keyingi videoda $1000 budjet bilan praktik qanday qilib shu aksiya trading bilan shug'ullanish mumkin. Shu narsa to'g'risida gaplashamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.